Yemga tashlagan qo'ylarimiz yangi partiya. O'zingizlar baho berasizlar. Bu go'zalligini qaranglar. Mashalloh deb kommentariyada fikrlaringizni qoldiringlar. Hammasi standart, pashti bir xil, yelkalik, tish buzishga yaqin qo'ylar. Qo'ylarimizga yantoq granula solyapmiz, hurmatli onalar. Yantoq granula oshqozonni yaxshi ishlatib beradi. Gullarni yaltiratib, qo'ylarni yaxshi o'zgarishiga foydasi ko'p beradi. Hozir endi mosh solamiz, ha? Yantoq granulani qo'ylar qanaqa yeydi deb so'raganlarga. Qo'ylar yantoq granulani ikkinchi, uchinchi kun yeyadi. Qo'ylarimizga yoqdi yangi partiyaga. Hozir mana shunaqa donli mosh otxotimiz bor. Bundan ham solamiz. Mana hurmatli obunachilar. Qo'ylar qayerga kelib qolganini o'zi tasavvur ham qila olmayapti, Jamshid. Mana tarkibida hamma narsa bor. Nima kerakli vitamin bo'lsa, ular yashab semirib bersa bo'ldi. Bo'kib qolmaydimi deganlarga biz shunaqa stilda boqamiz. Qo'yib, moslaymiz shunaqa qilib yemga. Inshaalloh bir oyda bular umuman bo'kmaydigan bo'ladi. Sababi shunaqa nastroykaga tushib qoladi, tarbiya qilinadi. Mana, qaraylik. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, hurmatli obunachilar, sog'misizlar, salomatmisizlar? Uzoq tanaffusdan keyin 1 yil 1,5 yil bo'lib ketdi. Qo'y boqish haqida yana kontentlarni olishni boshladik. Qo'ralarni to'ldirdik, hurmatli obunachilar. Sarg'idan ham bor, qorasidan ham bor, ona bolasidan ham bor, qisiridan ham bor. Hozir yem solindi. Hozir kamiga hashaydi o'rniga yantoq solamiz, mosh hashaylarni beramiz. Yemni yengil boshladik. Bo'kmasligi uchun nima qilish kerak deb juda ko'pchilik so'rardi. Endi shuni sekin tushuntirib, kontentlarimiz davomida ko'rsatib boraveramiz. Inshaalloh videolarimiz davomida obunachilarimizga qo'ldan kelgancha foydali maslahatlar berishga harakat qilamiz. Mana qolganlari ham kiryapti qo'ylarni. Hop, qo'ylar mana yemga tushgandan keyin qo'y boshiga 200 gram, 250 gram, 300 gram o'rtacha g'o'dasiga qarab yemni boshladik. Ya'niki birdaniga ko'p yem berib yuboriladigan bo'lsa, bo'kib qolishi mumkin. Bo'kkandan keyin qo'yni qaytarib olish oson emas. O'lib qolish ehtimoli ko'proq. O'shaning uchun mana shunaqa yosh qo'zilarni boqilayotganda iloji boricha yemga shoshilmaslik kerak. Lekin buning boshiga mana ona bolalar, katta qisir qo'ylar, ya'ni tajribasi bor qo'ylar bo'ladigan bo'lsa, bu qo'ylarni qo'rqmasdan yemga 15 kunda moslab qo'ysak bo'ladi. Bularni oldindan to'kib qo'yamiz ham, bemalol yeb, bo'kib qolmasdan yuraveradi. Ichi o'tib ketib qolishidan bilamiz. Yem ko'payib ketganimizda bir xil payt ichi o'tadi. O'sha oralig'ida yemni sal kamaytiramiz. Va albatta har doimgi texnikamiz haftada bir marta juma bizda dam kuni bo'lganligi uchun bir kun qantaramiz, faqat xashak yonida suv bo'ladi. Lekin yangi yemga tashlanayotgan qo'ylarni yem kam berayotganligim uchun hozircha qantaruv qilmaymiz. Qantaruv qachon bularga yem bosib qo'yib, yoniga to'kib qo'yib berishni boshlaganimizda o'shanda qantaruv bo'ladi. Hop, endi bularning ratsionida nima bor? Hozir tanasiga suv yuritib olish uchun silos, mana. Yo'q, silos bor. Donli silos. Somon, yantoq, beda bor, granula. Yemdan arpa, makka, bug'doy, bu yerda bir 7 xil yem yemni alohida to'xtalamiz yemiga. Yem ratsioniga. Bu yemni bir oy bularga. Bir oydan keyin shuni to'kib qo'yamiz yoniga. Moslab olamiz. Qo'yda ko'rib turganlaringdek g'ovda boshi 80 plus. Hammasi kelishgan chiroyli qo'ylar. Endi sariq qo'y yaxshi o'zgarlikda, qora qo'y bunaqa har xil tortishuvlar bo'lib turadi. Biz o'zimiz tajribamizdan kelib chiqqanimiz, doim qora qo'ylarimiz sariq qo'yga nisbatan vesi og'ir kelyapti, go'sht yaxshi qilyapti. Qani bu safar ham ko'ramiz. Qaysi birida effekt yaxshiroq bo'ladi, qaysi biri ko'proq foyda qiladi, go'sht ko'proq beradi. Endi qo'ylarimiz bizdan ham qo'yib turibdi yo'dagilar.
Aha. Hozir 10 metrga bunaqasi 7 metr qo'yxonamiz. Aha. Bu yerda hozir 30 8 ta. 38 ta. Ha, 38 ta. 38 ta. Bu yoqda 23 ta. 23 ta. 10 metrga 7 metr joyda. Endi semirgan sari sig'may qolishi tabiiy hol. Keyin bu yoqdan kamaygandan keyin bo'lib bu yoqqa olib qo'yamiz. Yoki kelib chiqsa, kimgadir yoqib qolsa sotib yuboramiz, o'rniga kelaveradi. Shu, aylanib turaveradi. O'shaning uchun yem berishda, qo'y tanlashda avvalambor iloji boricha meni tavsiyam, meni fikrim, kimgadir men aql o'rgatib, mana shuni qiling, mana shu to'g'ri demayman. Iloji boricha tish buzishga yaqin yoki tish buzgan qo'y olinglar. Xudo xolisi bular bir 2 oy u yoq bu yog'i tishini buzadi. Tishini buzgandan keyin tanasiga yaxshi yuqadi, semirish tez bo'ladi. Barra qo'zini, sut emayotgan qo'zini katta qilib olish juda qiyin, vaqt ko'p talab qiladi. Bu haqida отдельно video qilamiz. Sababi o'sha endi mana shu qo'ylarni, qo'ylarni sutdan chiqarib, yemga tayyorlab, yaxshi foyda qilish uchun yem ratsionimiz bor. O'sha yemni nomi qo'zivoy, yemimiz nomi. Qo'zivoy yemimiz bor. Juda ko'p talab bo'lyapti qo'zi yemga. Hozir sezon barra qo'ziga hamma barra qo'zi olyapti, qanaqa boqishni bilishmayapti. Bo'kib qolmaslik uchun mana shu qo'ylarni ajratamiz. Mana. Nechta qo'zimiz bor bu yerda? 1, 2 ko'pa qo'zi. Shu qo'zlarni ajratamiz onasidan. Eksperimentga. O'sha yem bilan boqib ko'rsatib beramiz, qanaqa effekt beradi, foydasi yaxshi bo'ladimi, yo'qmi. Ona sutidan ajragandan keyin baribir iloji yo'q bir qaytib oladi. Qaytgandan keyin yem yeb, yemga moslashgandan keyin yana o'zini tiklab oladi. Hurmatli obunachilar, bo'lmasa yana boshladik. Bu safar videomiz qisqaroq bo'ladi. Like bosib, podpiska bilan qo'llab-quvvatlab turasizlar degan umiddamiz. Sizlar uchun qo'ldan kelgancha manfaatli, chiroyli video olishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, yaxshi kunlarda ko'rishaylik.